Xo'sh, mana shularni mana shunday quraman va ajoyib chiroyli bo'lmoqda. Barchaga salom bolalar, mana ismim Kompot va ajoyib g'aroyib videoroligimizga xush kelibsizlar bolalar. Qisqasi, obunachilar, men hozir mana shu yerdan park qurmoqdaman. Ajoyib g'aroyib, faqat kiradigan yerni qurayotgandim. Hoy, meni urib ketasan hozir. Voy, sanimi? Hoy san, ko'zingga qarab yursang, davay tez mashinaga min, davay tushunmadim senga. Hoy. Men nimaga mashinaga minishim kerak? Men tushunmadim, yaxshi gapga tushunmaysanmi? Davay men mashinaga, tezroq bo'l, bagajga tush. Davay, yukxonaga kir. Tezroq bo'l. Voy to'xtal. Voy, meni chiqarib yubor, hoy. Ko'p gapirma. Yaxshi. Bunchalik oson bo'ladi deb o'ylamagandim. Nurson, qayerdaman men? Voy, qanaqadir mashinaning yukxonasidaman. Jim o'tir deyapman, tushunmadim men senga. Hozir, jimgina o'tirsang hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Voy, meni qo'yib yubor, mana nima xohlaysan? Pulmi nima xohlaysan? Sen jim o'tirish. Juda ham ko'p gapirarkaning. Voy, mayli. Qayerga olib ketayotgan ekan, banditmi, nima bo'lsa ham. Voy, meni chiqarib yubor. Qanaqadir yukxonaga meni tiqib qo'ygansan. Ko'p gapirma, jim o'tir. Sanimi? Xo'p. O'yla, Kompot qanday qilib chiqasan? Xo'sh, anchadan beri yurib kelyapmiz, menimcha. Chiq tashqariga. Nima? Nimalar deyapsan? Chiq tashqariga deyapman. Xo'p, mana chiqyapman. Voy. Yaxshi. Hop, davay, meni ortimdan ko'r. Davay, ko'r. Nima demasan, yana uraymi seni? Yo'q, urish shart emas bo'ldi. O'zi boyama urding. To'xta. Birinchi kirishdan oldin yuzingni yopishim kerak. Ko'rmasliging kerak ishda meni. Hoy, biz qayerga ketyapmiz o'zi? Pastga tushyapmizmi? Meni qayerga olib ketyapsan? Ko'p gapirma. Men qayerdaman, ey? Mana qayerga tiqib qo'yding? Bu yer qayer yana? Ana, yaxshi bo'ldi. Ana endi ko'p gapirmasdan jim o'tir, tushundingmi? Aytganini qilib o'tir. Hoy, meni chiqarib yubor. Tushunyapsanmi? Hozir ko'rsatib qo'yaman men senga. Nimani ko'rsatib qo'yasan? Hozir ko'rsatib qo'yaman dedim men senga, nimani ko'rsatib qo'yishdi. Nimaga meni bunday qilib tiqib qo'yding? Mendan nima xohlaysan? YouTube kanalimnimi yoki nimani xohlaysan? Demoqchi edim. Ketib qolibdi. Ishonursan. Qanday qilib mana endi chiqib ketaman bu yerdan. Bolalar, qizlar, obunachilar, buni qaranglar. Meni qanaqadir omborxonaga tiqib qo'ygan, o'zini qanaqadir omborxonasiga menimcha. Lekin anchagacha tashlandiq va buni qaranglar, zanglab ketgan ekan mana bu temirlar. Xo'p, bu nima ekan? Buni o'chirib yoqar ekanmiz. Bola, menga zo'r fikr keldi. Mana shuni sindirib, mana buni ochiqchiga qilamiz desam, bu yerda yo'q ekan bola qulfi bilan ochamiz deb o'ylagandim. Qanday qilib chiqib ketishim mumkin? Chiqib keta olmasam kerak. O'zimcha ko'p kino ko'raman-da. Mayli. Nimaga kulyapman? Kulish. Bu nimaniki ekan, menimcha bu mana shu yerdagi bo'lsa kerak. Xalqaro mana bu svetlarniki bo'lmasa kerak. Svetlarni o'zi o'chib yonadi-ku, to'g'rimi? Svetlarni o'zi o'chib yonadi. Menimcha buni qanaqadir qilib tortishim kerak. Bu yerdan qo'lim yetmayapti. Qo'lim sig'mayapti bu yerdan. Mana bu yerdan sig'ayapti qo'lim. Qani, davay, ochil. Yaxshi. Ochildi. Yaxshi. Tezroq ochil. Ey, nimaga bu ochilmayapti? Ochil oxirgacha. Xo'p, mayli, oxirgacha ochilmasa ochilma. Mana bu yerdan ana shunday qilib chiqib ketamiz. Yaxshi, mana bu yerdan chiqib ketdim. Mana qo'ydim, men ozodman. Yaxshi, men ozodman degandim. Voy, bu yerda ham yo'l bor ekan. Men o'ylagandimki, bolalar, men birdan ozod bo'lib ketaman deb o'ylagandim, lekin unaqa emas ekan. Mayli, xo'p. Mana bu yerdan mana shunday qilib chiqib ketaman va bu yerdan skaner qilayotgan bor ekan. Menimcha ishlamasa kerak. Qanaqadir tashlandiq do'konmi? Qanaqadir g'alati yer ekan. Yana chiqish yo'li yo'q. Yana qanaqadir eshiklar bor ekan. G'alati. Buni eshikning orqasida yana qanaqadir eshik bor ekan. Voy. Jonson, qanday qilib ochsam bo'lar ekan? Yoki bu tomonlarda knopka bormi ekan, yoki bu tomonlarda malit bormi ekan? Yo'q, menimcha bu tomonlarda hech qanaqa kalit bo'lmasa kerak. Mayli, qandaydir qilib ochishim kerak-da, qandaydir qilib ochishim kerak. Bolam, qaranglar. G'ishni bosgandim, ochilmadi, lekin buraldi. Menimcha mana shu g'ishlarni topishim kerak, adashmasam. Mayli, barcha g'ishlarni ochamiz. Mana bu yerda yana bitta g'ish. Yaxshi. Yana bitta g'ish. Xo'p, ochilmadi. Yana bitta g'ishni topishim kerak, adashmasam. Mayli, mana shuni bosaman. Bu yerni bosaman. Buni bosildi. Menimcha ochilgan bo'lsa kerak, menimcha. Ochilibdi. Yaxshi ochilibdi. Hop, tashqariga chiqamiz. Xo'p, menimcha chiqish yo'li bormi desam, yo'q. Hali ham yo'q ekan.
Ay, Jinurson, qanday qilib chiqib ketaman ana endi? Voy, tuzoqlarmi, tuzoqni orqasidan yana tuzoqmi? Qarata, mayli nima bo'lganda ham xo'p, bu yerdan chiqaylik. Voy, bolam, qaranglar. Juda ham tashlandiq yer, qanaqadir omborxonami? G'alati. Bu yerda shpritslar bor va g'alati yer, xo'p. Bu yerni ochib bo'larmikan? Mana bu katta seyfli eshikni ochilmayapti. Juda ham qattiq eshik ekan. Bu yerda-chi ochib bo'larmikan? Ochib bo'lar ekan, yaxshi. Xo'p, bu yerda nimalar bor ekan? G'alati, bu yerda qanaqadir elektr va qanaqadir uzilgan nimadirlar. Xo'p, buning ichida nima bor ekan? Xo'p, yaxshi, qanaqadir sim bor ekan. Simlar bor ekan. U bolalar menimcha buni ko'rish kerak. Barchasini olaylikchi. Xo'p, bolalar, sim issiq. Sim hali ham issiq. Menimcha bu ishlatilgan cho'qi bu sim. Yaxshi. Xo'p, bu yerda nima bor ekan? Xo'p, bu yerlarda-chi? Bu yerda va bu yerda hech nima yo'q ekan deyarli. Xo'p, qanday qilib ochsam bo'lar ekan? Xo'p, bu bilan qandaydir qilib ochsam bo'larmikan bu sim bilan? Menimcha bu sim bilan bu yerda ochib bo'lmaydi adashmasam. Yaxshi. Menimcha mana bu yerdan qidirishim kerak. Mana bu yerda simlarni ko'rgandim-ku. Xo'p, bu simni qo'yib bo'larmikan desam, bola. Menimcha mana shunday qilib qo'ysak bo'lar ekan, adashmasam. Xo'p, yaxshi, mana shunday qilaman. Hoppa, yaxshi. Opga ajoyib, bu g'aroyib, chiroyli turishini qaranglar. Birga bir turibdi. Xo'p, to'xtang, mana shunday qilib quraman. Oppa, yaxshi. Yana ikkitagina sim qoldi. Bularni ham ehtiyotkorona qo'ysam, menimcha yaxshi bo'lardi. Xo'p, buni ham qo'yib bo'ldim va buni ham ehtiyotkorona quramiz. Oppa, ajoyib. Menimcha juda ham zo'r bo'ldi. Menimcha ochildi eshik. Ochildi menimcha. Ochildi. Xo'p, tashqariga chiqaman ana endi, yaxshi. Va yana yer bor ekan. Voy, bu yerdan qanday qilib o'taman? Yo'q, mayli. Ehtiyotkorona o'tishim kerak, tegib ketmasligim kerak. Xo'p, yaxshi. Mana bu yerda bunday qilib o'taman. Oppa, yaxshi. Buni qaranglar, juda ham ko'pligini bu yerda. Mayli, ehtiyotkorona o'tamiz. Yaxshi. Menimcha eshikni ochamiz desam, mana buni bosam ochiladi. Ochildi, yaxshi. Xo'p, yana bir kaltni qidiraman deb o'ylagandim desam, mana bu yerda ham qanaqadir tuproqlar bor ekan. Menimcha hozir lapotka topish kerak, belkurak topishimiz kerak. Bu kimni kallasi ekan? Xo'p, belkurak to'g'riroq. Qayerda ekan? Bu yerda yo'q ekan. Mayli, o'zimni qo'lim bilan sudrab tashlayman bu tuproqlarni. Yaxshi. Menimcha birinchi mana bu tuproqni sudraganim yaxshi. Davay, bo'l, yaxshi, tezroq bo'l. Oppa, yaxshi, buni qurib bo'ldim. Yana buni ham sudraymiz. Davay, tezroq bo'l. Og'irligini bolaga e'tibor bermaysizlar. Men juda ham kuchli odam emasman. Yaxshi. Menimcha yana bitta. Voy, mana buni ham olib tushiraman, yaxshi. Ajoyib. Ana endi to'xtanglar. Xo'sh, mana buni. Oppa, yaxshi, buni suraman. Xo'p, sur buni. Oppa, yaxshi, oxirigacha surib bo'ldim. Ana endi mana buni suramiz. Yaxshi surib, bu yerdan surib olamiz ana endi. Mana chiqish. Menimcha chiqish yo'li ajoyib bolalar. Mana obunachilar, men chiqib ketdim. Va nihoyat chiqib ketdim. Voy, bu yer qanaqadir g'alati yer ekan-a? G'alati bu yer. Tushunmadim. Bolalar, men bilmayman-ku bu yerlarni. Voy, men bu yerlarni umuman bilmayman. Yaxshi. Xo'p. Qayerdan ekan? Mana bu yerlardan o'tgandim adashmasam. Bu daryoni taniyman. Bu daryo mana shu yer bizning qishloqda yaqinidan o'tgan daryo bu. Taniyman bu tomonlarni. Lekin bu qanaqadir mana bu uylarni qaranglar. Mana bu omborxonami, qanaqadir do'konni omborxonalari bor bu uylar. Lekin men bu xonalarga umuman kirmayman. Menga tinchlik kerak. Balkim shu xonalarda bandit uxlayotgan bo'lishi mumkin yoki bandit bo'lishi mumkin. Bilmadim, balkim bandit qishloqqa ketgandir. Mana shu tomonlarga yuraverib qishlog'imni topib qolsam kerak. Xo'p, yaxshi bola, mana bu yerdan o'tdim, yaxshi. Mana yaxshi qishloqlar qayerda ekan? Xo'sh, mana bu yerda ekan qishloqlar. Nimaga yashirinib o'tirishmayapti? Tushunmadim. Orqasida nimaga juda ham ko'p pul bor? Qo'y, qishloqlar, yaxshimisizlar? Kompot, sen tiriksan. Albatta tirikman. Nima uchun tirik bo'lmasligim kerak? Sara bandit o'g'irlab ketgandi shekilli. Sara biz qidirdik. To'g'rirog'i, bandit uchun pul tayyorlab qo'ydik. Nima bandit uchun pul? Nima uchun bandit uchun pul tayyorlaysizlar? Nima, men uchun pul talab qildimi? Albatta. Sara ozod qilish uchun pul talab qildi. Juda ham ko'p pul talab qildi. Ishonaver, kompot, juda ko'p pul. Yaxshi, mayli. Nima bo'lganda ham sizlar omon ekan-ku sizlar. Bandit qachon kelar ekan, ha? Bilmaysizlarmi, Mobodo aytmadimi? Aytdi. Bandit ertaga kelar ekan. Ertalab pulni tayyorlab qo'yishimiz kerak edi, uni rejalari bo'yicha. Keyin sara olib kelardi. Yaxshi, lekin bunday pullarni bu yerga qo'ymanglar, barchasini bu pullarni qaytaringlar.
Bo'ldi, men shu yerdaman. Ana endi banditni o'zimiz yo'q qilamiz. Mana obunachilar ko'rishinglar mumkin. Men banditni o'zini omborxonasidan qochib keldim, ya'ni qamoqxonasidan. Banditni qanday qilib jazolashni tez kommentariyada yozib qoldiringlar. Misol uchun manda bo'lsa men nima desam bo'ladi? Politsiyaga telefon qilgan bo'lardim, lekin sizlarning o'zingizlarning usulinglar bor. Sizlarni ham kommentariyada o'qiyman. Mayli, sizlar bilan men yana kompot bo'ldim. Kelasi video rolikgacha ko'rishguncha xayr.